Ushbu fasonni modellashtirishni ko'rsataman. Bu fasonda bizni birinchi o'rinda qiynaydigan yelka qismi. Juda ham ko'pchilikda xuddi shu yelka qismida o'ylanish paydo bo'ladi. Xuddi shu yerda chok bor, yelka qismida обязательно chok bor. Choksiz iloji yo'q. Agar choksiz qilmoqchi bo'lsang, faqat teparoqdan qilishingni to'g'ri keladi mana chokka. Lekin yelkadan ozgina pastroqqa tushsa 4-5 santimetr. Deylik mana yelka bo'ladigan bo'lsa, pastga tushdi 4-5 santimetr. Значит, обязательно chok bo'ladi. Chunki materialimiz mana shunaqasiga ketsa, mana lishni santimetrlar bizni mana yelka qismida, qo'limizni yelka qismida zalom bo'lib qoladi. Fasonning o'rtasida skladkasi bor. Xohlasanglar sizlar skladka qilmasdan boshqacharoq fason qilishinglar mumkin. Mana asos andaza bizni любой fasonimiz asos andazadan kelib chiqadi. Так, asos andazadan birinchi o'rinda vыточкani ko'chirishdan boshlayman. Vыточкani ko'chiraman pastga. Ko'krak vыточкасini. Ko'krak vыточка pastki tomonga ko'chdi. Qanaqa uzunlikdan bo'lishidan qat'iy nazar biz vыточкani bel tomonga olib boramiz. Endi birinchi o'rinda yelkadagi chokiga e'tibor bersak. Biz qanchalik xohlaymiz? Обычный holada 4-5 santimetr yelkadan tushishi o'zi yetarli. Ya'ni biz yengimizni o'rta qismini qaraymiz. Mana xuddi shu yerdan biz pastga tushamiz necha santimetrga. Buni biz sразу yengga qo'yib ko'rsak ham bo'ladi. Mana yengimizni xuddi shunaqa holatda. Чтобы adashmaslik uchun yengni o'rtasidan men liniya tortaman. Mana bu liniya mana yelkamdagi liniyaga mana xuddi shunaqa holatda bo'ladi. O'shanda biz to'g'ri qo'ygan bo'lamiz yengimizni. Mana shunaqa holatda. Endi xuddi shu yerdan 4, 5, 6 santimetr xohishimizga qarab mana chizamiz. Qanaqa biz holatda qilmoqchimiz yelkadagi chokka. Примерно belgiladigan mana belgi qo'yib qo'yaman. Просто xuddi shu yerga to'g'ri kelishi kerak. Bu chok bizni ko'kragimizni oralig'idan ozgina ko'proq yerda bo'lishi kerak. Nimaga? Qaraymiz, ko'krak oralig'i necha santimetr? Ko'krak oralig'i deyilgan o'rtacha 8 yoki 9 santimetr ko'krak oralig'i. Значит, tepaga 8 yoki xuddi shu 9 santimetr ko'taramiz. Чтобы bizni ko'kragimiz, byuzgalter deymiz, chiqib qolmasligi uchun. Xuddi o'sha tugagan yerdan mana biz bu liniyani olib ketamiz. Agar bundan pastlab ketadigan bo'lsa, klient byuzgalteri chiqib qoladi, ichidan qanaqadir mayka kiygan bo'lsa chiqib qoladi. Bu juda ham xunuk turadi. Shuning uchun ko'krak oralig'ini kengligini tepaga tashlab, o'sha yerdan pastga tushirmaymiz liniyani. Tak, bo'ldi, buni olsak ham bo'ladi. Endi yengimizni чтобы bir xil bo'lishi uchun, kesilishi uchun mana shunaqa holatda kesib olamiz. Mana bizni yengimizni ko'rinishi. Mana bu yelka tomonga qo'yiladigan detal. Men faqat oldi tomondan ko'rsataman andazani. Orqa tomoni ham xuddi shunaqa. Mana xuddi shu yarim detalni yelkadagina orqanikiga andazaga qo'yasizlar xuddi shunaqa qilib. Mana xuddi shunaqa. Hozir bizni bu fasonimizda yelkadagi chok даже qilmasligi ham mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana xuddi shu yerdan bemalol biz chok qilmasligimiz mumkin. Lekin yelkadagi qiyalikni esdan chiqarmaslik kerak. Bizni yelkamizda qiyalik bor. 1-1,5 santimetr xuddi shu yerdan tushamiz. Kesib olib tashlaymiz. Mana bizni yelkamiz. Endi xuddi shu yerdan yelkadagi chokka olamiz.
bo'yin o'yindini xohlagan razmeringda qilsanglar bo'ladi. Tak, endi xuddi shu yerda bizda mana buklangan yer bor. Andazamiz xuddi shu yeri mana o'rta qismida hech qanaqa chok yo'q. Значит, xuddi shunaqa belgi qo'yganib, buklangan yer. Koketka qismi tayyor. Pastki qismiga kelsak, pastki qismini andazamizni hozir men boshqa listga olaman. Asos andazamiz ko'krak vitechkani ko'chirgan yerimiz. Agar biz xohlasak, pastki qismini yana ham kengroq bo'lishini biz yana xuddi shu yeridan liniya tortamiz. Mana shu tomonga qaratib. Orasini ochamiz. Orasini necha santimetrga ochsa bo'ladi deydiganlar topiladi. Hozir orasini xohlagan kengligimizga qarab, masalan, kimlargadir ozgina ochishi o'zi 2-3 santimetr yetarli, kimlargadir 6 santimetr ochish kerak. Bu hammani o'zini xohishiga qarab, materialni ko'p ozligiga qarab bo'ladi bu narsa. Endi oldidagi skladkasiga kelsak, mana bizni oldi qismimizda buklangan turibdi. Oldi qismida skladka dedim. Skladkasiga necha santimetr xohlaysizlar? Agar sizlar katta skladka xohlasangiz, значит 4 santimetrdan, вообще kattami kichikmi 4 santimetrdan 7-8 santimetrgacha ham skladka uchun joy tashlasanglar bo'ladi. Primoy holatda, deylik 10 santimetr. O'shanda skladkamizni o'zi 5 santimetrli bo'ladi. 5 santimetr chap tomonga, 5 santimetr o'ng tomonga bo'ladi o'shanda skladka. 10 santimetr qoldirdim. Andazamizlarga ko'rinishi uchun mana chizib qo'yaman ustidan. Mana qo'ltiq qismlari. Agar sizlar xuddi shu yerni orasini ochmasdan, xuddi shu yerdan kesmasdan, prosta yonidan kengaytirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizlarni ko'ylagini yon tomoni osiladi. O'shaning uchun to'g'ri modellashtirish kerak. Yon tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak, primoy o'tib ketadi beldan boksaga. Xohlasanglar xuddi shu yeridan yana 5 santimetrga kengaytirishingni mumkin. 5-6 santimetr. Undan ko'pi yana osilib qoladi. Uzunligini xohlagan uzunligimizni qo'yamiz. Necha santimetr? Xohlagan uzunligimiz biz qanaqa fasonda xohlasak. O'shani mana chizib chiqamiz. Andazamiz qolaveradi xohlagan uzunlikda. Xohlasangiz boksagacha qiling, xolos andazani. Mana. Tak, ko'ylagimiz tayyor. Asos andaza tomoni. Prosta skladka yerini chizib qo'yaman. Qaysi yerdan bizni skladkamiz boshlangan. Xuddi shu yerdagi 10 santimetrimiz bizni skladkaga o'tib ketadi. Andazani bu tomoni buklov, mana buklangan. Butun holatda turadi. Yon tomoni mana xuddi shunaqa holatda. Yelkasini qo'yadigan bo'lsak, mana xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Buni oxirida ko'rsataman. Yeng bilan shug'ullanadigan bo'lsak, yengimiz qaraydigan bo'lsak, bu oddiy yeng. Faqat tepa qismida e'tibor bersak, hech qanaqa zborkasi, skladkasi yo'q. Значит, andazani tepa qismiga biz tegmaymiz. Lekin pastki qismi mana ishgan holatda turibdi. Значит, manjeti bor. Bu yengni modellashtirish unaqa qiyin emas. O'rta qismidan yana ikkita past tomonga qaratib liniya tortamiz. Andazamizni tepa qismi hech qanaqa kengaymagan, shuning uchun tepaga qarab kesib, oxirigacha kesmaymiz. Mana yengi orasini xohlaganingizcha ochishingni mumkin. 2, 3, 4 santimetr qanchalik xuddi shu bilak yerida qanchalik keng xohlashingizga qarab. Tepa qismida hech qanaqa skladkasi yo'q, zborkasi yo'q. Pastki qismi kengaygan. Mana shunaqa holatda. Pastiga prosta manjetni qo'lingni, bilagingni aylanasiga manjet tayyorlab, o'shanga zborka qilib, oldindan keyin tikib qo'yishingni mumkin. Yengi bunaqa holatda qilib o'tirmayman, chunki yeng juda ham oson. Hozir andazani kesaman.
Mana bizni andazamizni ko'rinishi. Asos andazamiz shu holatda qoladi. Tasavvur qilaylik, bu asos andazada mana pastidagi list bizni materialimiz. Materialga shundoq qo'yib modellashtiraveraveramiz. Agar sizlar qaysidir fasonni bilmasanglar, xuddi shunaqa kichraytirilgan holatda modellashtirib ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ldi bizni fasonimiz.